Assalamu alaykum, hürmetli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurashid. Bugun chorshanba. Hürmetli ko'rurmanlar, tövende diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Yaqında Buenos Aires Yuqori sud mahkamasining Dünya Uyg'ur Qurultayı bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining Sharq Turkiston xalqiga qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat yurgizayotgan Xitoy hokimiyati va bu xil qirg'inchilikqa bevosita qo'mondonlik qilayotgan Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy amaldorlari ustidan Argentina jazo mahkamasiga sungan arzi haqidagi arzdorlar vakili Dolqin Aysa va uning advokatlari bilan isbotlanishini o'tkazishi Argentina va g'arb matbuotlarining diqqatini qo'zg'ab qolmasdan muhojirat yashayotgan Uyg'urlar orasida kuchli xulg'ul paydo qildi. Uyg'urlar orasida Xitoy amaldorlari ustidan nima uchun Amerika yoki Yevropa davlatlarining sudlariga emas, balki Latin Amerika davlatlaridan biri bo'lgan Argentina sudiga arz sunilganligi haqidagi talash-tortishlar qaytadan kun tartibga keldi. Undaqda Dünya Uyg'ur Qurultayı bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi nima uchun Argentina sudini tanladi? Arznoma sunish jarayoni qandoq bo'ldi? Arznoma qaysi mazmunlarni o'z ichiga oladi? Buning asosli sababi shuki, Argentina jazo mahkamasi nihoyat keng doiralik salohiyatga ega bo'lib, Argentina asos qonunining 118-moddasi bo'yicha Argentina jazo mahkamasi mayli kim yoki qaysi davlatda bo'lishidan qat'iy nazar irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat o'tkazgan o'rin va shaxslar ustidan mustaqil tekshirish ilib berish va ularning jinoiy javobgarligini surishtirish huquqiga ega. Buning asosan Argentina jazo mahkamasi insoniyat qarshi jinoyat ishlagan ispaniyalik diktator Francisco Franco va Rohingya musulmonlarga qarta irqiy qirg'inchilik ilib borgan Berma hokimiyati ustidan tekshirish boshlagan edi. Dünya Uyg'ur Qurultayı Argentina sudining bu afzallikini ko'zda tutib, 2022-yilning boshlarida Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan birlikda Argentina sudiga Xitoy hokimiyati va amaldorlar ustidan arz sunish qarori olgan va Londondagi danglik advokat Michael Pollock apandimni arznoma tayyorlashga mas'ul qilgan. Yana Argentinada maxsus advokat taklif qilgan edi. Bir qancha oylik jiddiy tayyorlikdan keyin Dünya Uyg'ur Qurultayı bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining Sharq Turkiston xalqiga qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat yurgizayotgan Xitoy hokimiyati va bu xil qirg'inchilik bevosita qo'mondonlik qilayotgan Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy amaldorlari ustidan hozirlab chiqqan arznomasi 2022-yil 17-avgust kuni Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Aysa, Qurultay ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Qurultayning Angliyadagi advokati Michael Pollock va Qurultayning Argentinadagi advokatlari Gabriel Cavallo va Juan Netolardan tarkib topgan arzdorlar hay'ati tarafidan Buenos Airesdagi 12 kishidan tarkib topgan Argentina federal sudchilar hay'atiga topshirilgan va mazkur arz Argentina federal sudchilar hay'ati tarafidan rasmiy qabul qilingan edi. 34 betdan tarkib topgan va ispancha tayyorlangan dastlabki arznomada Sharq Turkistonga irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarga bevosita chetishlik bo'lgan ham javobgarlik bo'lgan Xitoy davlat raisi Xi Jinping, Xitoy Markaziy siyosiy qonun komitetining mudiri Meng Jianju, atalmış Abnum rayonluq partiyasining sobiq sekretari Chung Chuangu, muavin sekretari Chu Hailun, atalmış Xinjiang jamoat xavfsizlik nazoratining noziri Wang Mingshan, Xitoy Markaziy bexatarlik markazining mudiri va Xitoy xalq qurultayining raisi Li Jianshu qatorliqlarni o'z ichiga olgan 30 nafardan ortiq Xitoy amaldorining atalmış oshqullikqa qarshi turish degan niqob ostida Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarni qattiq bostirish, milyonlagan begunoh xalqni jazo lagerlariga, turmalarga solash, qiynash haqida har darajali hukumat organlariga tushirgan buyruq va yo'l yo'riqlari tafsili o'rin olgan. Arznomada yana qo'rchoq amaldorlardan Xitoy xalq qurultayining muavin raisi Naim Yasin, atalmış Abnum rayonluq xalq qurultayi doimiy komitetining raisi Shavkat Emin qatorliqlar kirgizilgan bo'lib, Argentina jazo mahkamasidan arznomada o'rin olgan Xitoy amaldorlarini jinoiy javobgarlikka tortish talab qilingan va ularning jinoiy qilmishlari haqida ko'plagan hujjat va dalillar sunilgan. Dünya Uyg'ur Qurultayı bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining arznomasida apis jazo lagerida shahid bo'lgan va aks bilan inisi hozirma ham jazo lagerlarida tutib turilayotgan Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Aysa, lager shahidlaridan Qalbinur Sidiq, Gulbahor Jalilova, Mehrgul Tursun, Gulzira Avulqon, Sayragul Savutbay, Fatima Abdug'upur va tadqiqotchi Adrian Tsens qatorliqlarni o'z ichiga olgan 50 nafardan ortiq shahidlarning Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari haqida bergan guvohliklarni tafsili o'rin olgan bo'lib, Argentina federal sudchilar hay'atining bir nafar a'zosi mazkur arzni qabul qilgan edi. Dünya Uyg'ur Qurultayı bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining angliyalik advokati Michael Pollock
va argentinalik advokatlari Gabriel Cavallo va Juan Netolar mazkur deloga haydakchilik qilib kelmoqda. Dunyo qurultiyi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining Argentina sotiga Xitoy rahbarlari ustidan arznoma sunish harakati chet ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimizning moddiy va ma'naviy jihatdan zo'r darajada qo'llashiga erishgan va chet el matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'agan edi. Dunyo qurultiyining raisi Dolqin Aysa, qurultay ijroiya komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, qurultayning bayonotchisi va qurultay xalqaro ishlar direktori Zumrata Erkinlardan tarkib topgan qurultay hay'ati 2023 yili 27 may kuni Argentinani qayta ziyorat qilib, qurultayning Argentinadagi advokatlari Gabriel Cavallo va Juan Netolar bilan bir qancha qatim uchrashish ilib berib, Xitoy amaldorlari ustidan Argentina federal sotchilar hay'atiga sungan arzining taraqqiyot yuzlanishi haqida muzokara ilib borgan va advokatlardan sotning tekshirishini tezroq boshlash uchun Argentina jazo mahkamasiga haydakchilik qilishni va sotni davomli turda yangi dalillar bilan ta'minlashni davomlashtirishni talab qilgan edi. Navbatda Dunyo qurultiyi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va ularning advokatlari rasmiy sotning boshlanishini qo'lga keltirish uchun qonun jihatdan jiddiy harakat ilib bormoqda. Dunyo qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim bu haqda matbuotlar qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Argentina sotiga sungan arznamamiz Uyg'ur xalqining uzundan buyon davomlashgan adolat va mas'uliyatni surishtirishdagi hal qilg'ish qadam bo'lib hisoblanadi. Ko'p yillardan buyon Uyg'urlar Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarta qaror va hukm chiqarilishi uchun xalqaro qonun va adliya mexanizmiga tayanib keldi va bu yo'lda izlandi. Argentina sotiga sungan shikoyatimiz Uyg'urlarning rasmiy bir davlat ichi sot mahkamasida ovozni anglatishidagi tarixiy fursat bo'lib qolg'usi. Dunyo qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandim vaqt qilgan so'zida bizning Argentinaga sungan arznamamiz shuni ro'shan ko'rsatib berdiki, insoniyat qarshi jinoyat ishlagan zo'ravon hokimiyatlar jinoyat javobgarlikdan aslo qochib qutulolmaydi. Agar xalqaro jinoyat ishlar soti va shuning o'xshash xalqaro sotlar Xitoy ustidan tekshirish ilib borolmagan yoki tekshirish ilib berishni xohlamagan taqdirda Argentina sotiga o'xshash davlat sotlari Xitoy ustidan tekshirish ilib berib, Xitoyni jinoiy javobgarlikka tortishi lozim deb ko'rsatdi. Rossiyaning 2022 yili 2 oyda Ukraina qurolli hujum qilishidan beri Xitoyning Rossiyani ilg'or mashina uskunalari bilan ta'minlashi 10 ko'paygan. Maliya vaqti gazetining oshkorlashicha, Xitoy Moskva harbiy sanoat uchun intayin muhim bo'lgan kompyuter raqamli kontrol uskunalari bilan ta'minlashda asosli o'ringa o'tgan. Xabarda Rossiyaning kompyuterlashgan ishlab chiqarish mashg'uloti, ya'ni oldin programlangan yumshoq detal va kod ishlab chiqarish uskunalarining harakatini tizginlash asbobi bo'lgan CNC, ya'ni kompyuter raqamli kontrol uskunalari bilan ta'minlashi 10 ko'payganligi, bu taraqqiyot Rossiyaning bu mahsulotlarga erishishini cheklab kelayotgan ittifoqdosh davlatlar uchun cho'ng andishaga aylanganligi qayd qilinmoqda. Maliya vaqti gazetining ko'rsatishicha, Xitoy 2022 yili 2 oyda Rossiyani 6,5 million dollarlik kompyuterlashgan raqamli kontrol uskunasi bilan ta'minlagan bo'lsa, 2023 yili 7 oyda 68 million dollarlik mahsulot bilan ta'minlagan. Mutaxassislar bu taraqqiyot Xitoy bilan Rossiyaning harbiy sanoat sohasidagi hamkorlikning qanchalik cho'nqirlashganligini ko'rsatadi deb qarmoqda ekan. Burun Yevropa Ittifoqi Rossiyaning kompyuter raqamli kontrol uskunalarini import qilgan asosli manbasi bo'lsa-mu, lekin Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishidan keyin Yevropa Ittifoqi uningga cheklim qo'ygan edi. Ma'lum bo'lishicha, Amerika hukumatı o'tgan yili 11 oyda Rossiyaga kompyuter raqamli kontrol uskunalarini eksport qilishni birdek cheklagan. Maliya vaqti gazeti navbatda Rossiyaga kompyuter raqamli kontrol uskunalarini davomli import qilayotgan Xitoy shirkatlarining Amerikaning jazolashiga uchrash xavfiga duch kelganligini bildirmoqda. Xitoy Rossiyani ajalli qurollar bilan ta'minlaganligi, uning Ukraina urushini qo'llaganligini inkor qilsa-mu, ammo uningga embargo yurgizishni rad qilib keldi. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoyning Rossiyaning neft, mashina, iste'mol buyumi, avtomobil qatorliq mahsulotlar bilan ta'minlashi bilan embargo ostidagi Rossiya iqtisodini saqlab qolishga yordam bermoqda ekan. BDT kishilik huquq oliy komissari Volker Turkning yangi yil munosabati bilan BDT xabarlar kanalining ziyoratini qabul qilib, Ukraina bilan Gazada Rossiya bilan Israelni javobgarlik tortishni, kishilik huquqdagi ochqishlik amalning javobgarlik ekanligini ta'kidlab, lekin Xitoyning Uyg'ur masalasidagi javobgarlikni tilga olmasligiga tanqid kuchirdi. Kishilik huquqni ko'zatish tashkilotining sobiq ijroiya direktori Kenis Ross X'da Volker Turkning so'ziga darhol inkas qaytarib,
Şinjangda Uyghur musulmonlarini keng ko'lamda tutqun qilgan va jazolagan Xitoy hukumatini ayblashni rad qilgan Volker Türkni kim javobgarlikka tortadi deb savol qo'ygan. Volker Türk BDT xabarlariga qilgan so'zida kishilik huquqni qo'g'dashdagi oshqishliq amalning javobgarlik tortish ekanligi, lekin bu dunyodagi mutlaq ko'p qism to'qinishlarda bu oshqishliq amalning g'oyib bo'lganligini aytgan. U Gazadan Ukrainaga bo'lgan to'qinishlarda kishilik huquq xiloflik qilishni tugatishdagi xalqaro omilning javobgarlik ekanligini, navbatda kishilik huquq oliy komissari ishxonasining Gazadagi to'qinish haqidagi urush jinoyatiga oid dalillarni to'plab, urushdan keyingi qonun javobgarligini surishtirishga tayyorlik qilayotganligini bildirgan. Lekin uning suhbatda Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yoki insoniyat qarshi jinoyat sodir qilish bilan ayblanayotgan Xitoyning javobgarligini tilg'imi ilib qo'ymasligiga diqqat qo'zg'agan. Kenis Ross X e'lon qilgan inkosning sobiq BDT kishilik huquq oliy komissari Xitoyning qilmishini insoniyat qarshi jinoyat tashkil qilish mumkin deb ayblagan bo'lsa-mu, Volker Türkning Xitoy qarta hech qanday ayblashda bo'lmaganligini ko'rsatgan. Volker Türkning BDT kishilik huquq kengashi patiqında Xitoyning qarorli kishilik huquq xotirasini qayta ko'rib chiqadigan, bu yig'indimi Uyg'urlar masalasining nuqtaliq talash tortish qilinishi faraz qilinayotgan bir paytda uningdan atlab o'tishi diqqat qo'zg'amoqda. Volker Türk ilgari Bacheletning Xinjiang dokladini davomli kuchga ega deb qaraydiganligini aytgan bo'lsa-mu, lekin u buningga sustlik qilish bilan ayblanib kelgan. Hörmətli görürmənlər, yuqarı diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşunu unutmang. Xeyir xoş.